Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli pensionerlar. Bugungi videomiz juda muhim mavzuga bag'ishlangan bo'lib, ko'pchilikni hayajonga solishi aniq. Aprel oyida pensionerlarga katta miqdorda qo'shimcha to'lov amalga oshirilishi kutilmoqda. Ammo afsuski, bu yangilikdan hali ko'pchilik bexabar. Bu ma'lumot har bir pensioner uchun o'ta muhim va uni diqqat bilan tinglashingiz shart. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, ushbu video aynan siz uchun. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu foydali ma'lumotni o'tkazib yubormaslik uchun videoga like bosing. Bu sizga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi, lekin bizning kanalimiz rivoji uchun juda katta yordam bo'ladi. Endi esa muammoning mohiyatiga o'taylik. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bilasizki, pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashtirib boriladi. Ilgari pensiya hisoblash mexanizmlari biroz eskigan bo'lib, ayrim hollarda pensionerlarning real ehtiyojlari va inflyatsiya darajasiga to'liq mos kelmayotgan edi. Pensiyalar asosan oldingi ish haqi va ish staji asosida hisoblanardi. Ammo bu hisob-kitoblar ko'pincha hozirgi iqtisodiy vaziyatni to'liq aks ettirmas edi. Ko'pgina pensionerlar o'z pensiyalarining xarid qobiliyati yillar davomida pasayib borayotganidan shikoyat qilishardi. Bu esa ularning kundalik turmush tarziga jiddiy ta'sir ko'rsatardi. Iqtisodiyotdagi o'zgarishlar, narx-navoning o'sishi va hayot sifati standartlarining yuksalishi pensiya miqdorlariga jiddiy ta'sir ko'rsatar. Lekin eski tizim bu o'zgarishlarga tezkor javob bera olmas edi. Hozir esa vaziyat butunlay boshqacha. Yaqinda qabul qilingan yangi qonun hujjatlari va hukumat qarorlariga ko'ra pensiya hisoblash va indeksatsiyalash tizimiga jiddiy o'zgarishlar kiritildi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi pensionerlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, ularning pensiyalarining xarid qobiliyatini oshirish va turmush darajasini yaxshilashdir. Endi pensiya miqdorlarini qayta ko'rib chiqishda faqatgina ish staji va oldingi daromadlar emas, balki mamlakatdagi inflyatsiya darajasi, minimal iste'mol savati va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlar ham inobatga olinadi. Bu esa pensiyalarning nafaqat nominal, balki real qiymatining ham oshishiga olib keladi. Aynan shu o'zgarishlar natijasida aprel oyida ko'pchilik pensionerlar uchun sezilarli qo'shimcha to'lovlar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Bu bir martalik to'lov bo'lishi ham pensiyaning doimiy ravishda oshirilishi bilan birga keluvchi dastlabki qo'shimcha summa bo'lishi ham mumkin. Eng muhimi, bu yangilik sizning pensiyangizga bevosita ta'sir qiladi va siz bu imkoniyatni qo'ldan boy bermasligingiz kerak. Endi esa asosiy qismga o'tamiz. Bu qo'shimcha to'lov haqida nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar uchun bu muhim? Kimlar uchun esa unchalik emas? Bu qo'shimcha to'lov bir necha sabablarga ko'ra joriy qilinmoqda. Birinchidan, bu pensiyalarni umumiy inflyatsiya darajasiga moslashtirish, ya'ni xarid qobiliyatini saqlab qolish uchun qilingan qadam. Mamlakatda narx-navo oshganligi sababli pensiyalarni oshirish zarurati tug'ildi. Ikkinchidan, bu ijtimoiy himoyani kuchaytirishga qaratilgan hukumat dasturining bir qismi. Bu ayniqsa past pensiya oluvchilar va ijtimoiy zaif qatlamdagi pensionerlar uchun juda katta yordam bo'ladi. Uchinchidan, ayrim hollarda pensiyalarni hisoblashda oldinroq yo'l qo'yilgan xatolarni tuzatish yoki yangi qonunchilikka muvofiq qayta hisoblash zarurati paydo bo'lgan. Xo'sh, kimlar bu to'lovni kutish kerak va kimlar unchalik ham umid qilmasligi mumkin? Bu qo'shimcha to'lov birinchi navbatda quyidagi toifadagi pensionerlarga taalluqli bo'ladi. 1. Minimal pensiya oluvchilar. Agar sizning pensiyangiz minimal tirikchilik darajasidan past bo'lsa yoki unga yaqin bo'lsa, siz ushbu qo'shimcha to'lovdan maksimal darajada foyda ko'rasiz. Hukumatning maqsadi aynan shu qatlamning turmush sharoitini yaxshilash. Masalan, 70 yoshli farg'onalik Aziza bu butun umrini qishloq xo'jaligida ishlashga bag'ishlagan. Uning pensiyasi har oyda aksi million so'm atrofida edi. Bu esa xarajatlarni qoplashga deyarli yetmasdi. Yangi qonunlarga ko'ra Aziza buvining pensiyasi qayta hisoblandi va u nafaqat aprel oyida 1.500 ming so'm miqdorida bir martalik qo'shimcha to'lov oldi, balki uning oylik pensiyasi ham doimiy ravishda 907 ming so'mga oshirildi. Bu Aziza buvi uchun nafaqat dori-darmon, balki oziq-ovqat va kommunal to'lovlar uchun ham ancha yordam bo'ldi. Uzoq muddatli ish stajiga ega bo'lganlar. Astirish, agar sizning ish stajingiz o'rtacha ko'rsatkichdan ancha yuqori bo'lsa, bu ham qo'shimcha to'lov olish imkoniyatini oshiradi. Hukumat uzoq yillar davlat uchun mehnat qilgan fuqarolarni rag'batlantirishga intiladi. Misol uchun Toshkentlik 75 yoshli Muzaffar aka 5 yil muhandislik sohasida ishlagan.
Uning pensiyasi 1.800 million so'm edi. Yangi indeksatsiya natijasida unga bir martalik 2000 so'm qo'shimcha to'lov ajratildi va oylik pensiyasi 2000 ming so'mga yetkazildi. Bu uning uzoq yillik mehnati uchun munosib e'tirof bo'ldi. 3. Nogironligi bo'lgan pensionerlar va boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu ijtimoiy jihatdan eng zaif qatlam bo'lib, ularga alohida e'tibor qaratilgan. Masalan, bolalikdan nogironligi bo'lgan 6 yoshli Gulnora opa avval 900 ming so'm pensiya olar edi. Bu mablag' uning dori-darmon va parvarish xarajatlarini qoplashiga zo'rg'a yetardi. Aprel oyida unga 1800 ming so'm miqdorida bir martalik yordam puli berildi va uning doimiy pensiyasi 20 million so'mga ko'tarildi. Bu uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshiladi. Boquvchisini yo'qotgan va kichik farzandlari bilan qolgan 15 yoshli Maryam xola ham shunga o'xshash vaziyatga tushdi. Uning pensiyasi 1 ming so'm edi. Unga 2200 ming so'm bir martalik yordam puli berilib, oylik pensiyasi 1 million 300 ming so'mga ko'tarildi. Bu esa bolalarni boqishda ancha yordam berdi. Dard ma'lum bir toifadagi mehnat faxriylari, urush faxriylari, mehnat faxriylari va boshqa imtiyozli toifadagi fuqarolar ham bu to'lovdan chetda qolmaydi. Ularga beriladigan qo'shimcha to'lovlar ko'pincha boshqalarga nisbatan yuqoriroq bo'lishi mumkin. 5. Qaramog'ida oila a'zolari bo'lgan pensionerlar. Agar pensionerning qaramog'ida voyaga yetmagan bolalari, talabalari yoki nogiron oila a'zolari bo'lsa, ularga ham qo'shimcha to'lovlar belgilanishi mumkin. Masalan, 68 yoshli Hamid aka o'zining 2 nafar nabirasini boqadi. Chunki ularning ota-onasi vafot etgan. Uning pensiyasi 1200 ming so'm edi. Yangi tartibga ko'ra, har bir qaramog'idagi shaxs uchun qo'shimcha to'lov hisoblanib, Hamid akaga jami 2500 ming so'm bir martalik to'lov va uning oylik pensiyasiga 300 ming so'm qo'shimcha ustama qo'shildi. Kimlar uchun bu to'lov unchalik ham muhim bo'lmasligi mumkin? Yuqori pensiya oluvchilar. Agar siz allaqachon juda yuqori pensiya olib kelayotgan bo'lsangiz, masalan, 3 ming so'mdan ortiq, unda sizga beriladigan qo'shimcha to'lov foiz hisobida unchalik katta farq qilmasligi yoki umuman qo'shimcha hisoblanmasligi mumkin. Chunki sizning pensiyangiz allaqachon barcha ijtimoiy standartlardan yuqori bo'ladi. Ashtirish yaqinda pensiya olganlar. Agar siz pensiya olishni endigina boshlagan bo'lsangiz va sizning pensiyangiz yangi qoidalar asosida hisoblangan bo'lsa, sizga qo'shimcha to'lov belgilanmasligi mumkin. Chunki sizning pensiyangiz allaqachon to'g'ri hisoblangan hisoblanadi. Shuni ta'kidlash joizki, bu to'lovning miqdori har bir pensionerning individual holatiga, ya'ni uning pensiya turiga, ish stajiga, yoshiga, oilaviy ahvoliga va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun har bir holat o'zgacha bo'lishi mumkin. Sizga beriladigan aniq miqdorini bilish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish yoki rasmiy ma'lumotlarni kuzatib borish juda muhimdir. Endi esa ikkinchi muhim qism qoidalardagi istisnolar, to'siqlar va noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Ko'pincha bunday katta miqyosdagi o'zgarishlarda ba'zi noaniqliklar va tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Aslish qo'shimcha to'lov avtomatik tarzda amalga oshiriladimi yoki ariza yozish kerakmi? Bu eng ko'p beriladigan savollardan biri. Asosan yangi tartibga ko'ra ko'pgina pensionerlar uchun bu qo'shimcha to'lov avtomatik tarzda. Ya'ni hech qanday ariza yoki hujjatlarsiz amalga oshirilishi kutilmoqda. Pensiya jamg'armasi mavjud ma'lumotlar bazasi asosida qayta hisoblash ishlarini o'tkazadi va to'lovni avtomatik ravishda amalga oshiradi. Bu pensionerlarning ortiqcha ovoragarchiligini oldini olish uchun qilingan juda muhim qadamdir. Biroq ba'zi istisnolar ham mavjud. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, masalan, oilaviy ahvolingiz o'zgargan, qaramog'ingizga yangi shaxslar qo'shilgan yoki siz ilgari e'lon qilinmagan ish stajiga ega bo'lgan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, unda sizga qo'shimcha to'lovni olish uchun ariza bilan murojaat qilish talab qilinishi mumkin. Masalan, 6 yoshli Dilorom opaning turmush o'rtog'i yaqinda vafot etgan va uning o'g'li voyaga yetmagan. Bu holatda Dilorom opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olishi mumkin. Ammo buning uchun u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, tegishli hujjatlarni taqdim etishi shart. Aks holda uning pensiyasi avtomatik ravishda oshirilmasligi mumkin. Kerakli hujjatlar va muddatlar. Agar sizga ariza topshirish zarurat tug'ilsa, odatda quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin.
shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, agar ish staji bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar zarur bo'lsa, oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqida guvohnoma, vafot etganlik haqida guvohnoma, agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi haqida gap ketsa, nogironlik haqida ma'lumotnoma agar mavjud bo'lsa, hozircha qo'shimcha to'lovlarni olish uchun aniq bir muddat belgilanmagan. Ammo agar sizda shunga o'xshash holatlar mavjud bo'lsa, imkon qadar tezroq pensiya jamg'armasiga murojaat qilishni tavsiya qilaman. Chunki ba'zi to'lovlar faqat ma'lum bir muddat ichida murojaat qilingandagina amalga oshirilishi mumkin. Asterisk hududiy farqlar. Mamlakatimizda ba'zi hududlarda hayot darajasi va narx-navo boshqa hududlarga nisbatan farq qilishi mumkin. Shuning uchun qo'shimcha to'lovlar miqdori ba'zan hududiy ko'rsatkichlarga qarab ham o'zgarishi mumkin. Masalan, poytaxt Toshkent shahrida yashovchi pensionerga beriladigan qo'shimcha to'lov miqdori olis qishloq hududida yashovchi pensionerga beriladiganidan biroz farq qilishi mumkin. Bu mintaqadagi minimal iste'mol savati va tirikchilik xarajatlari o'rtasidagi farqlar bilan bog'liq bo'ladi. Asterisk soliqqa tortish masalasi. Asterisk pensiya to'lovlari va ularga qo'shimcha tarzda beriladigan ijtimoiy to'lovlar odatda soliqqa tortilmaydi. Bu degani, sizga ajratilgan qo'shimcha summa to'liqligicha sizning qo'lingizga tegadi va undan hech qanday soliq ushlab qolinmaydi. Bu pensionerlar uchun yana bir muhim imtiyozdir. Asterisk bir vaqtning o'zida bir nechta imtiyozlarni olish. Ko'pgina pensionerlar boshqa ijtimoiy nafaqalar yoki imtiyozlar oladi. Yangi qo'shimcha to'lov ushbu imtiyozlarga ta'sir qilmasligi kerak. Ya'ni siz bir vaqtning o'zida ham bu qo'shimcha to'lovni ham boshqa imtiyozlaringizni olishda davom etasiz. Biri ikkinchisini bekor qilmaydi. Asterisk firibgarlikdan ehtiyot bo'ling. Bunda yangiliklar paydo bo'lganda afsuski har doim firibgarlar faollashadi. Ehtiyot bo'ling. Hech qachon telefon orqali yoki shubhali saytlar orqali bank karta raqamingizni, uning shifrli kodini yoki SMS kodini hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar sizga shu kabi shubhali qo'ng'iroqlar yoki xabarlar kelsa, darhol pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga yoki huquq tartibot organlariga murojaat qiling. Agar kutilgandan kamroq to'lov kelsa yoki umuman kelmasa-chi. Agar siz aprel oyida qo'shimcha to'lovni olmagan bo'lsangiz yoki siz kutgan miqdordan kamroq kelgan bo'lsa, darhol xavotirga tushmang. Bu ba'zi texnik nosozliklar yoki ma'lumotlardagi xatoliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday holatda siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, tushuntirish talab qilish huquqiga egasiz. Mutaxassislar sizning holatingizni ko'rib chiqadilar va barcha savollaringizga javob beradilar. Murojaat qilganingizda pasportingiz va pensiya guvohnomangizni o'zingiz bilan olib borishni unutmang. Endi esa eng muhim qism amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam pensiya to'lovlaringizni tekshiring. Asosiy aprel oyida sizning pensiya kartangizga tushgan summani yoki pochta orqali oladigan nafaqa miqdorini diqqat bilan tekshiring. Agar qo'shimcha summa o'tkazilgan bo'lsa, bu avtomatik ravishda amalga oshirilganligini anglatadi. Agar sizda bank kartasi bo'lsa, bankning mobil ilovasi orqali yoki bankomatdan hisobingizni tekshirishingiz mumkin. Agar siz pensiyani pochta orqali naqd pulda olsangiz, kurerdan yoki pochta bo'limi xodimlaridan to'lovning to'liq miqdorini aniqlab oling. Ikkinchi qadam, rasmiy e'lonlarni kuzatib boring. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarni yoki hukumatning rasmiy portalini kuzatib boring. Odatda bunday muhim yangiliklar haqida batafsil ma'lumot rasmiy manbalarda e'lon qilinadi. Bu yerda siz kimlar qo'shimcha to'lovga ega bo'lishi, qanday shartlar mavjudligi va qanday tartibda amalga oshirilishi haqida aniq ma'lumotlarni topishingiz mumkin. 3. qadam. Agar sizga to'lov kelmasa yoki miqdori shubhali bo'lsa, murojaat qiling. Agar siz yuqorida aytib o'tilgan toifalardan biriga kiraman deb hisoblasangiz, ammo qo'shimcha to'lovni olmagan bo'lsangiz yoki uning miqdori siz kutganingizdan ancha kam bo'lsa, darhol harakat qiling. Sizning birinchi manzil bu pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi. Qayerga borish kerak? Siz yashaydigan hududdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga borishingiz kerak. Uning aniq manzilini internetdan topishingiz yoki mahallangizdan so'rashingiz mumkin. Asosiy nimalarni o'zingiz bilan olib borish kerak? Pasportingiz, pensiya guvohnomangiz, shuningdek agar mavjud bo'lsa, ish daftarchangiz, nikoh guvohnomangiz yoki qaramog'ingizdagi shaxslarning hujjatlarini
olib borishingizni tavsiya qilaman. Barcha kerakli hujjatlar to'plami sizning ishingizni tezroq hal qilishga yordam beradi. Asterisk nima deb yozish kerak? Asterisk agar sizdan ariza yozish talab qilinsa, unda sizning FIShingiz, yashash manzilingiz, pensiya guvohnomangiz raqami va qo'shimcha to'lovni olmaganingiz yoki noto'g'ri miqdorda olganingiz sababini ko'rsatgan holda tushuntirish xatini yozishingiz lozim. Ariza namunasini pensiya jamg'armasi xodimlari sizga taqdim etishlari yoki aytib berishlari mumkin. Ishonch telefoni. Agar pensiya jamg'armasiga shaxsan borishga imkoniyatingiz bo'lmasa, ularning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. U yerdagi operatorlar sizga dastlabki maslahatlarni berishlari va keyingi qadamlar haqida yo'naltirishlari mumkin. 4-4-qadam. Savollaringizga javob toping. Agar sizning holatingiz o'ziga xos bo'lsa va yuqorida aytilgan umumiy ma'lumotlar sizga yordam bermasa, pensiya jamg'armasi xodimlari bilan bevosita bog'lanib, o'z holatingizni batafsil tushuntiring. Ular sizga individual maslahatlar berishlari shart. 5-5-qadam. Qo'shimcha to'lov haqida do'stlaringiz va yaqinlaringizga xabar bering. Bu juda muhim. Unutmang, ko'pchilik bu yangilikdan bexabar. Siz olgan ma'lumotni o'zingizga yaqin bo'lgan pensiya oladigan do'stlaringizga, qo'shnilaringizga va oila a'zolaringizga yetkazing. Balki ular ham bu to'lovdan xabardor emasdir va sizning ma'lumotingiz ularga katta yordam bo'ladi. Bu videoni ularga yuborishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, aprel oyida kutilayotgan bu katta qo'shimcha to'lov juda muhim ijtimoiy ahamiyatga ega. U mamlakatimiz pensionerlarining turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan yana bir amaliy qadamdir. Har bir pensioner o'z huquqlarini bilishi va ulardan to'g'ri foydalana olishi kerak. Bu avtomatik tarzda amalga oshiriladi deb taxmin qilinsa ham, barchamiz hushyor bo'lishimiz va rasmiy ma'lumotlarni kuzatib borishimiz zarur. Siz bu qo'shimcha to'lov haqida bilarmidingiz? Fikringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir kommentariyani diqqat bilan o'qib chiqaman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Biz sizning huquqlaringiz va imtiyozlaringiz haqida xabardor qilishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha